hozir bitta ma'lumot o'qib qoldim. Endi Xitoyda qolib ketgan tovarlarni sirli quti ko'rinishda narxining 3 dan 1 qismiga sotsa bo'lar ekan. Bu hali Xitoyda endi katta shaharlarda yo'lga qo'yilibdi. Pekin, Shanxay, Chengdu shaharlarida. Bu qanaqa bo'ladi tushuntiraman. Masalan, supermarket, novvoyxona yoki restoran kunlik ovqatlar qildi va uni sota olmadi. Shuni narxining 3 dan 1 qismiga sirli quti ko'rinishda sotar ekan. Buni siz ichida nima borligini bilmaysiz. Buni onlayn va offlayn tarzda sotib olsa bo'lar ekan. Bu isrofni kamaytirar ekan. Bu xitoyliklarning yozishicha, o'qigan narsamni aytib beryapman. Isrofni kamaytirar ekan. Qayta ishlab chiqarish rasxodlarini, ya'ni xarajatlarini kamaytirar ekan. Hop, bu siz nima deb o'ylaysiz? Agar O'zbekistonda mana shu narsa yo'lga qo'yilsa, olarmidingiz yoki Xitoyga kelgandami bir qiziqib arzonroq bo'lsa, bir srogi hali bor, olarmidingiz? Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib keting. Qiziq, juda ham qiziq. Izohda bitta yozib keting.